Assalomu alaykum betakrorlarim. Bugun reality showimizning 5-kuni va bizda oldimizda 50 kun qoldi. Ba'zi videolarni o'zim olishga harakat qildim, sababi mobilografim 11 yoshli o'g'lim. Unga montaj qilish, videoga olish juda qiyinchilik tug'diryapti, sababi maktabi, repetitori, sportlari bor. Ertalabda turib menga yordamlashish ozgina qiyin bo'lyapti. Lekin yonimda alhamdulillah yo'q demaydi, gapimni qaytarmaydi. Bugun sizlar bilan vazn tashlashda qilinadigan xatolar haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik vazn tashlashga qisqa muddatni belgilaydi va qisqa muddat ichida o'ylagan vaznini tashlay olmasa, hafsalalari pir bo'ladi, ortiq o'zini qiynashni xohlashmaydi. Ikkinchi xatolik esa ratsionidan butkul foydali mahsulotlarni chiqarib yuboradi. Oqibatda organizm butkul zo'riqish holatida bo'ladi va bu holat dietadan insonni tez bezishiga, ko'ngli qolishiga olib keladi. Betakrorlarim, dietaga kirib boryapsiz, shu haqda chuqur o'ylab ko'rishingizni xohlayman. Natijalar sekin bo'lsin, lekin davomli bo'lsin. Siz butun umr qo'lingizdan keladigan dieta turidan foydalaning. Shunday qilib, Arif Xojayevning 1 kunlik ratsion bo'yicha taomnomasi tayyor.